Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, Alloh taologa shukronalarimiz bo'lsin. Mana muborak Ramazon oyini ham o'tkazib bormoqdamiz. Ilohim ushbu oyda qilayotgan har bir ibodatlarimizni qabul aylasin, gunohlarimizni o'zi kechirgan bo'lsin. Ramazon azizlar, bu duo oyi. Bu oyda ko'proq duo qilish kerak. Duo bandaning Robbiga bo'lgan muhabbat va bog'liqligini ifoda etadigan eng yuksak ibodatlardan biri hisoblanadi. Duo qilish orqali mu'min Allohdan mag'firat, rahmat va hojatlarini so'raydi. Alloh taolo Qur'onda va Rasulimiz alayhisolatu vasallam hadislarida duoning fazli, uni ijobat bo'lishi haqida ko'p marotaba ta'kidlaganlar. Duo azizlar, bu Alloh taologa iltijo qilmoqlik. Ko'pchilik duo bilan talabni bir-birini bilan almashtirib qo'yadi. Talab boshqa narsa. Aytaylik, bir insonga qarab menga mana bu narsani olib bering deyishlik, uni bering, buni bering degani kabi gaplar bu go'yo talab. Lekin duo azizlar, bu Alloh taologa qalban bog'lanish. Duo qilyapman deb, ya Rabbi menga uni ber, buni ber, undoq qil, bundoq qil deb aytayotgan bo'lsa, bu talab qilyapti. Lekin haqiqiy duo bo'lishligi uchun uning qalbi Robbisi bo'lgan Allohga bog'lanmoqligi kerak. Bu eng e'tiborli jihat. Mana shunday duoni ibodat deyiladi. Alloh Qur'onda aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Robbingiz aytdi: menga duo qilinglar, men sizlarga ijobat qilaman. Albatta menga ibodat qilishdan kibrlanganlar har holda do'zaxga kirurlar. Mana bu joyda Alloh taolo menga duo qilinglar deb duoni ibodatga tenglashtiryapti. Va mana shu ibodatdan, ya'ni duodan kibr qilganlarni holini bayon qilyapti. Kibrlanganlar har holda do'zaxga kirurlar deyapti. Ha, biz bandamiz azizlar. Doim Allohga ehtiyojimiz bor. Shuning uchun albatta Alloh taoloni o'zini chaqirig'iga muvofiq biz Allohga duo qilib turmoqligimiz kerak. Boshqa bir oyatda Alloh aytadiki, Estaizu billah, va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar, aytingki men ularga yaqinman. Qachonki mendan so'rasalar, men ularni duosini ijobat qilaman, deyapti Alloh taolo. Alloh taolo o'zini bandalariga yaqin ekanligini, duo qilsa duosini ijobat qilishligini va'da beryapti azizlar. Shuning uchun Alloh taologa haqiqiy bandalik bilan duo qilmoqlik kerak. Duo qilishlik deganda bu qaysidir bir qofiyali so'zlar bilan, chiroyli kalimalar bilan murojaat qilish emas. Qalbingizdan nimani Allohdan so'ramoqchi bo'lsangiz, oldin o'sha duo qiluvchi holatga tushishingiz kerak. Siz Robbingizdan so'rayotganingizni, Alloh taologa iltijo qilayotganligingizni bildirishingiz kerak. Qo'llaringizni duoga ochishingiz kerak. Chunki odatda inson ham biror bir kishidan so'raganda uni oldida o'zini kamtar, pokisor qilib so'raydi. Biror odamdan aytaylik, siz borib menga bu narsa berib turing yoki yordam bering deb yo qarz so'ramoqchi bo'lsangiz ham, o'zingizni uni oldida kibr bilan so'ramaysizda. Tayyorlanamiz. Hozir borsam qaysi so'zlarni aytsamikin u odamning qalbi yumshaydi. O'sha hojatingizni chiqarishlik uchun maqtaysiz, u odamni osmonlarga chiqarasiz. Hojatingiz uchun. Agar biror bir kamchilik orangizda o'tib qolgan bo'lsa, avval uzr so'raysiz. Birodar, falonchi aka, meni kechiring, sizga beodoblik qilib qo'ygandim, men uzr so'rayman. Undoq edi, yo'q, bundoq edi deb ming xil vaji korxonlarni aytib, o'zi siz juda ajib odamsiz deb keyin mana bu narsadan yordam bering yoki mana bu narsani menga qilib bering deb so'raydi. Endi Allohga murojaat qilayotganimizda azizlar, birinchi navbatda mana shu Robbimizga istig'for aytamiz ekan. Robbim, meni kechir. Men bir ojiz bandangman. Bilib bilmay qilgan gunohlarim bor. Senga tavba qilaman deb avval Alloh taologa istig'for aytiladi.
ana bundan keyin qalbini salim qilib, qo'lini ochib duo qiladi. Bir xilgilari aytayapti, duo qilganda qo'lni ochib bo'lmaydi. Yo'q, hadis bor azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam duo qilganda qo'lni ochib duo qilishliklarini, kafni yuqoriga qaratib turishliklarini, keyin yuziga surtishlari ham hadisda kelgan. Buni hammasiga dalillar bor. Shuning uchun xokisor holda qo'limizni ochib Allohga murojaat qilamiz. Ana o'shanda inshaalloh Alloh duolarimizni qabul qiladi. Istig'for bilan va albatta Allohga istig'for aytib, tavba qilganimizdan keyin Allohga hamd aytamiz. Alhamdulillah deymiz. Chunki Allohga hamd aytishlik bilan Allohga qurbat hosil qilamiz. Ana bundan keyin Rasulimiz alayhissalomga salovat aytishni ham unutmaslik kerak. Kim duo qilsa-yu menga salovat aytmasa, uni duosi muallaq turadi deganlar. Kim salovat aytsa, keyin u ko'tariladi. Shuning uchun albatta payg'ambarimiz alayhissalomga ham salovatlar aytib, ana bundan keyin bir xokisor, muhtoj banda sifatida Robbimizdan rahmatini umid qilib duolarimizni qilamiz.